Nechasiz? 31 yosh. Oila qurganingizga qancha bo'ldi? 8 yil. Xo'p. Savolingiz psixologga borganmisiz oldin? Yo'q. Mani nima sabab tanladingiz? Masalan, siz mutaxassis tanlaysiz-ku, psixologga bormoqchiman. Nimaga asoslanib tanlaysiz? Siz tanlagan mutaxassis qalbingizdan kelishi kerakmi yoki rekomendatsiyami yoki taniqlilik darajasi muhimmi sizga? Menga avval taniqlilik darajasi muhim edi. Masalan, qanaqa ekan, mana xo'p, shuncha konsultatsiyaga shuncha pul oladi. Endi menga birinchi ekspert sifatida ko'rardim-da bari ko'pchilikni boshidan. Shulardan kelib chiqib, shunchalik zo'r bo'lsa kerak-da degan menda nima qiziqish uyg'onardi. O'zini ekspert sifatida ko'rsata olganiga qarayman-da. Masalan, ko'raman, Instagramga kiraman, fikrlari meni o'ylagan fikrlarimdan boshqacharoqmi, olib kira olyaptimi, ichimizga nima qilyapti, shu taraflariga qarayman. Nima savol bilan keldingiz? Bizda psixologlarda shunaqa bor, zapros deymiz. Bitta anaqa tashxis o'rtaga, keyin shuni atrofida yechim qidiramiz. Mendagi zapros ayol kishini turmush o'rtog'idan kuchayib ketishi haqida. Ya'ni hozirgi kunda rosa ham ishli, hayotda o'rnini topgan ayollarimiz oilaviy munosabatlarda ozgina qiyinchiliklarga uchrashyapti-da, shu jumladan o'zim ham. Masalan, ishimda ko'pligi, ko'proq ishga mehr berishim, oiladan ko'ra ishimni birinchi o'ringa qo'yishim meni to'g'ri mutaxassis sifatida shakllantiryapti, yaxshi taraflarga o'stiryapti meni. Lekin oilada turmush o'rtog'imdan ko'ra ko'proq pul topishim meni o'zimni oldimda turmush o'rtog'imni obro'siga ta'sir qilyapti. Turmush o'rtog'imni o'zini zaif his qilayotganini his qilyapman meni oldimda. Buni qanaqa his qilyapsiz? Ularni his qilganlarini? Hamma narsani menga tashlab qo'yishidan, o'zini yechish kerak bo'lgan muammolarni ham men bilan maslahatlashayotganidan. Masalan, hamma narsani men bilan maslahatlashadilar. Bu o'zi aslida yaxshi, bunday o'ylab qarasangiz, lekin men aytgandek ular amal qilishi, men nima desam, ularni shu narsaga amal qilishi meni ayol sifatida erimni hurmatini qanaqadir ma'noda yo'qolishiga sababchi bo'lib qoladi-da. O'zim xohlamayman bu narsani bo'lmasa. Men uchun, chunki turmush o'rtog'im har doim turmush qurishimizdan oldin ham, undan keyin ham ideal odam bo'lib kelganda. Qiyin muammolarimni ham bittada hal qila oladigan darajada shunaqa odam edi-da. Men o'shanaqa darajadagi turmush o'rtog'imni hamma muammoni oson, tez, hech narsa meni o'ylantirmasdan muammolarimni hal qiladigan odamni xuddi o'zimni mana shunaqa ko'p harakat qilishim orqali yoki bo'lmasam shunaqa muammolarni o'zim tez hal qilaverishim orqali turmush o'rtog'imda aksincha o'ziga ishonchini kamaytirayotganiga sababchi bo'layotganimdan xafa bo'lyapman-da. Slishkim o'zini zaif ko'rsatadigan bo'lib qolganda. Bunaqa bo'larmikin, unaqa endi to'g'ri, bu sinovlar ham sababchi turmush o'rtog'im shunaqa vaziyatda. Nimasi? Farzandli bo'lganimizdan keyin shu birinchi farzandim tug'ilgan birinchi soatlaridanoq juda og'ir tug'ilgan. Har xil og'ir diagnozlar bilan reanimatsiyada yotgan. Faqat bolani baxti deb nima berishgan shifokorlar. Bolani baxti yashab ketishi, faqat bolani baxti deyishgan. Keyin o'shandan boshlangan sinovli kunlar, keyin tinmasdan bolamni diagnozini tushunish bilan band bo'lganman. Nima diagnoz qo'yishgan? Epilepsiya diagnozini qo'yishgan. Neonatalniy epilepsiya deyiladi ekan. Keyin bu kasallikka tushunib olishda o'zi bitta qanaqadir katta bir nima bilim, tajriba talab qilar ekanda onadan kuzatuvchanlik. Butun diqqatimni bolaga qaratganman farzandim tug'ilgandan keyin, lekin bolani em olmasligi, kasha ichishga bo'lgan butunlay o'sha ehtiyoji meni pul topishga, yana ham ko'p pul topishga undagan. Biz endi Toshkentda yashaganmiz, baribir arendada turganmiz boshida. Erim bilan birga harakat qilganman. Ham ishlaganman, ham uyda o'tirib bolaga qarab nima qilganman. Shu bilan xullas kalom bolam
yaxshi bo'lgan, keyin sudurgilar ancha qolib ketgandan keyin turmush o'rtog'imda muammo boshlangan. Ularga rak degan tashxis qo'yilgan. Unda rak degan tashxis qo'yilishi arafasida ikkinchi qizimga homilador edim, ikkinchi farzandimga. Va o'sha tashxis qo'yilgandan keyin tinmasdan kimyoterapiyalar olish boshladim. Ham bu yoqda xo'jayinim hayot bilan kurashgan, ikki qat paytim. Ikkinchi manda nima boshlangan, o'y boshlangan. Bu bolam sog'lom bo'larmikin, erim tuzalib ketarmikin, o'zim qolib ketmasmikinman degan xavotirlar bilan o'tkazganman homiladorlik davrimda. Keyin xo'jayinim yaxshi bo'lib ketgan. O'sha 6 oylikda men homiladorligimda butunlay o'sha operatsiyadan yaxshi chiqqanlar, to tuqqunimcha kimyoterapiyalarini tuqqan kunim oxirgi kimyoterapiyani oxirgi kunini nima qilishgan. Va bu kasallik yopildi. Qizim tug'ilgan. Qizim tug'ilishi bilan sudurgi berishni boshlagan. Vrachlar sezmagan, lekin men sezganman. Chunki chaqaloqlarning sudurgisini bilish qiyin ekanda. Men o'g'limda ko'rganim uchun qizimda srazi sezganman. Ertalabgacha o'zimni tayyorlaganman. Sen tajribali onasan, sen hamma narsani ko'rgansan bu bo'yicha. Yaxshi bo'ladi deb ertalabgacha o'zimga dalda berganman. Keyin ertalab vrachlar srazi qizimni reanimatsiyaga olishgan. Va o'sha reanimatsiyaga olishgandan keyin sudurgi degan o'sha neonatalniy epilepsiya deb bunga ham tashxis qo'yishgan. Shu bilan uchinchi kurash boshlangan hayotimda. Va mana shu tinimsiz sinovlar moddiy jihatdan bizni yaxshiroq yashashimiz, bolalarni yaxshiroq yeyishi, yaxshiroq dorilar, yaxshiroq nima desam bo'ladi, doktorlar. Mana shunaqa ehtiyojlar meni tinimsiz o'zim ustimda ishlashimga sababchi bo'lganda, umuman tinmaganman. Masalan, mana 8 yillik turmushimiz bo'ladigan bo'lsa, biror kun, biror tun ishlamasdan o'tkazmaganman. Shunchaki hech narsani o'ylamasdan tong otishi men uchun eng baxtli kun hisoblanadi. Chunki muntazam doim qo'limda 2-3 ta ish bo'lganda, mana shu narsalar meni kurashuvchi ayolga turmush o'rtog'imni zaifroq bir insonga aylantirib qo'ydi-da. To'g'ri, bu o'zlariga bog'liq bo'lmagan sabablar bilan bo'ldi, lekin bu endi hozirgi kunda oilamizda meni ko'proq dominant bo'lishimga sababchi bo'lyapti. Turmush o'rtog'imda bo'lsa, menga suyanib qolganliklari meni diniy jihatdan ham masalan noto'g'ri-ku, ayol kishini ko'proq gapini o'tishi, o'zimni o'sha tutolmasdan ko'p minnat qilib qo'ygan joylarim bo'lgan. Bu nima uchun menga azob beradi, og'riq beradi? Chunki yaxshi ko'raman ularni. O'zi asli buni xohlamayman-da. O'zi aytgim kelmaydi, lekin ichimda men ham bo'shatishim kerak, hamma narsani ichimga yutavermasligim kerak-ku degan narsa meni gapirishga majbur qiladi. Ba'zida erim jahli chiqsa, hali ko'rasan, shunaqa odam bo'lib ketaman. Mana shu kunlarni kutasan hali. Senga e'tibor qilgan, seni yaxshi ko'rgan, shunaqa e'zozlagan kunlarimni ertaga boshqasiga uylanib ketsam, kutasan hali degan gaplargacha olib borganda. Nima his hozir gapirayotgan paytingizda? Turmush o'rtog'ingiz shunaqa hali ko'rasan, men boshqacha bo'lib ketaman deganlarida nima his qilasiz shu paytda? Mayli, yaxshi zo'r bo'lib keting deyman. Yo'q, bu fikr. Hisda nima his qilasiz? Rad etilishmi, kamsitilishmi, baxtsizlikmi, nima his bu? Achinishmi? Rahmingiz keladimi o'zingizga? Rahmim keladi o'zimga. Shuncha bunda ham yana minnat ketadi ichimda. Shuncha yordam berdim, shuncha o'zimdan kechdim, lekin ertaga meni oladigan javobim shumi degan rad etilish ketadi. Keyin rashk, o'sha tasavvur qilib olaman, ertaga haqiqatdan ham shunaqa bo'lib ketsa deb ichimdan rashk qilaman. Shunaqa bo'lgan taqdirda ham xafa bo'lmayman, chunki men shuncha narsani o'zim epladim, bundan keyin ham eplayman deb. Hozir test qilib bitta gap gapirib men adashayotgan bo'lishim mumkin, lekin balki shunaqa haqiqatdir. Meni hayotdan maqsadim ko'proq qiynalib, achinarli bo'lish degan so'z takrorlab ko'ring. Meni hayotda asosiy maqsadim juda ham ko'p qiynalib, achinarli bo'lish. Men buni tan olaman. Men buni tan olaman. Nimadir his qildingizmi?
his qildim. Gapirganingizda shunaqaki, qachonlidir bu qarorni siz berib qo'ygansiz. Hozir buni qachon berganingizni qidiramiz. Hayotingizda sizni qiynalish asosiy maqsadingiz. Go'yoki qancha ko'p qiynalsam, men shuncha yaxshi odamman. Mani qiymatim qiyinchiliklarimga qarab belgilanadi. Ammo buni qimmat turgim keladi. Yana bu so'zni ham takrorlab ko'ring. Borgan sari qiymatim oshyapti. Borgan sari qiymatim oshyapti. Nima hozir his qildingiz buni? Hozir shu narsaga yengil bo'ldim lekin. Yengil bo'ldim. Tan oldingiz chunki. Ichingizdagi haqiqat bilan yuzlasha olsangiz, u sizni bo'yningizni bo'g'ishdan qo'lini oladi. Hozir siz bo'tqa kiyguncha shu momto bo'g'ib turganda siz nimadir? Lekin uni tan ololmas ekansiz. Aslida bu hammasini men o'zim xohlaganman deng. Chunki siz nimagadir o'ylab olgansiz. Mana jabrlanuvchi pozitsiyani ichkarida yaratgansiz. Bor jabrlanuvchilar tashqarida. Qaranglar, men qanaqa qiynalganman deydi, hammaga ko'rinadi. Doim noliydi, shikoyat qiladi, yordam so'raydi. Siz ichkaridagi jabrlanuvchini yaratgansiz. Tashqarida maska kiyilgan, men kuchliman, hammasini yengaman, men zo'rman degan. Ichkaridagi jabrlanuvchi o'sha tashqaridagi maskani zo'rroq qilib berish uchun borda. Endi hozir birinchi maskani yechishga to'g'ri keladi. Keyin jabrlanuvchini yechishga to'g'ri keladi. Bir minutga ko'zingizni yuming. 5 yoshlardan eslang. Nimadan azobda, nimadan qiynalyapti? Yiqilib tushdi, qattiqdir joni og'riyapti shu qizni. Nimadandir xafa, lekin ko'rsatmayman degan qaror bergan shu payt. Nima voqea bo'ldi? Nima esingizga tushyapti shu holat bilan bog'liq? Men ko'zim ochsam bo'ladi. Judayam kichkinaligimda kolyaskali qo'g'irchoqqa havasim kelganda, keyin qo'shnilarimizda ko'rganman. Keyin dadamga olib berish uchun anginamni oldirishim kerak bo'lgan. Keyin dadam anginangni oldirayotgan paytingda agar yig'lamasang, senga kolyaskali qo'g'irchoq olib beraman degan. Keyin shunaqa bo'lganda, bo'ldi, men yig'lamayman degan. Olib bersangiz yig'lamayman degan. Keyin tasavvur qiling, 5 yosh yo 4 yosh bola vrach stoliga o'tiryapti. Men yig'lamaganman. Ya'ni yig'laganman, lekin ovozim chiqmagan. Doktorda masalan tomog'iga qaychi nimalar tiqib tozalaydi-ku anginada. Shunda faqat ko'zimdan yosh chiqqan, lekin ovozim chiqmagan. Yaxshi eslayman o'sha kunni. Juda ham yaxshi eslayman. Keyin doktorlar nimaga erishmoqchi bo'lganman, hozir o'ylayman-da shu narsani. Maqtalishni xohlaganman. Dadam maqtashni xohlaganman. Shu nima qildi, umuman yig'lamadi degan gapni eshitishni xohlaganman o'sha kolyaskali qo'g'irchoqni xohlaganman. Keyin chiqqanimdan keyin haqiqatan doktor maqtaganini eshitganman. Umuman yig'lamadi, молодец, nima qildinglar buni? Umuman yig'lamadi deyishgan. Keyin dadam kolyaskali qo'g'irchoq hech qayerdan topolmaganlar. Paytlari bunaqa narsalar juda kamyob bo'lardi-da. Keyin dadam hamma joyda axtargan, topolmaganlar. Keyin o'sha payt Rossiyaga ko'p komandirovkaga ketardilar. Rossiyadan ham topolmaganlar-da. Keyin savatchalik qo'g'irchoq olib kelib berganlar. Keyin hozir kulib eslayman, dada o'shanda haqiqatan ham umuman yig'lamaganman, esingizdami? Shu gapdan boshlayman. Umuman yig'lamaganman o'shanda, lekin siz kolyaskali qo'g'irchoq olib bera olmagansiz, topolmagansiz menga desam, dadam aytadi, "Yo'q, olib beruvdim-ku" dedilar. "Yo'q, olib bermagansiz. Menga boshqacha qo'g'irchoq olib bergansiz, lekin men orzu qilgandagi kolyaskali qo'g'irchoq olib bera olmagansizlar" deb shunaqa deb aytganman dadamga. Mana shu voqea esimga tushadi. 5 yosh paytimda. Sen endi hozir tan olib eting. Men 5 yoshimda mukofot olish uchun og'rig'ini yutgan qizman. Hozir ham o'zimdan kuchli inson yasab, zaifligimni yutaman.
zaifligini unutaman. Hayotda mukofot olish uchun. Hayotda mukofot olish uchun Buni tan olaman buni tan olaman va o'zgartiraman. va o'zgartiraman. Siz bilan o'tmishga sayohat qilamiz. 5 yoshlik qizcha ko'z oldingizga keltiring. Avvalambor u tomog'idagi anginadan bir necha yillardan beri azoblanadi. Isitmasi baland bo'ladi, gapira olmaydi, ishib ketadi. Doim isitma baland. Va ota-onani mana shu azob berayotgan bir tanani bir qismini olib tashlash qarorini eshitadi. Bundan dahshatlandi, qo'rqdi. Lekin shunchalik xohlagan bir o'yinchog'i borki, unga erishish uchun tanasining bir qismini olinishigacha rozi. Va uni olgandagi og'riqqa chidashga rozi. Dadangiz, oyingiz, yoningizda kim bo'lgan bo'lsa, kasalxonaga birga borib, qo'lingizdan yetaklab lor kabinetidagi kresloga o'tirganingizni ko'ring. Va o'sha holatingizni eslang. Hozir jonim og'riydi. Hozir menga juda ham qiyin bo'ladi, lekin men o'yinchog'imni olish uchun bunga chidayman. Men otam faxrlanadigan qiz bo'lish uchun bunga chidayman. Mana shu holatdasiz. Ana endi o'sha kabinetga hozirgi 31 yoshdagi Iroda kirib kelsin-da. Shu qizchani oldiga kelib, sen hech narsani ichingga yutishga majbur emassan. Bir sirni aytaymi deb? Bir sirni aytay. Sen xohlagan narsangga osonlikcha erishishing mumkin. Sen xohlagan narsangga osonlikcha erishishing mumkin. Faqatgina buni gapirsang yetadi. Faqatgina buni gapirsang yetadi. Hissiyotlaringni, og'riqlaringni gapirishga haqlisan. Hissiyotlaringni, og'riqlaringni gapirishga haqlisan. Ko'chasidan yetaklab yur. O'yinchoqlar do'koniga olib boring. Va hech qanday hayotiy to'lovsiz u xohlagan qo'g'irchoqni olib bering. Sen istaganingga ega bo'lishga loyiqsan. Sen istaganingga ega bo'lishga loyiqsan. Hech qachon azoblarga chidama. Hech qachon azoblarga chidama. Sen zaif bo'lishing mumkin. Sen zaif bo'lishing mumkin. Sen qo'rqishing mumkin. Sen qo'rqishing mumkin. Sen yig'lashing mumkin. Sen yig'lashing mumkin. Men senga ruxsat beraman. Men senga ruxsat beraman. Men seni qo'rqqan, yig'lagan holingda yaxshi ko'rishni bilaman. Men seni qo'rqqan, yig'lagan holingda yaxshi ko'rishni bilaman. Qizchani bag'ringizga bosing. Va uni qo'lidagi qo'g'irchoq bilan baxtli ekanligini ko'ring. Unga ayting, yana bir sirni aytaman. Yana bir sirni aytaman. Tomog'ingga tiqilgan onangning nidosi. Tiqilgan onangning Bu nidosi. senga tegishli emas. Bu senga tegishli emas. Bir shu holatda bo'ling.
Ana endi hozirgi katta holatingizda takrorlang. Men o'ylagandimki, zaif inson bo'lish zaif inson bo'lish, muhabbatsiz, e'tiborsiz qolish degani deb. muhabbatsiz, e'tiborsiz qolish degani. Men o'ylagandimki, hayotda faqat kuchli bo'lsamgina, hayotda faqat kuchli bo'lsamgina, ko'p qiyinchilikni ichimga yutsam, ko'p qiyinchilikni ichimga yutsam, shunda muvaffaqiyatli, yaxshi inson bo'laman deb. shunda muvaffaqiyatli, yaxshi inson bo'laman deb. Bu hayotiy tajriba Bu hayotiy tajriba menga qanchaga tushgan bo'lsa, to'loviga roziman. to'loviga roziman. Men eng yaxshisiga, Men eng yaxshisiga, eng osoniga eng osoniga va zaif bo'lishga va zaif bo'lishga loyiqman. loyiqman. Nafas oling. Ko'zingizni ochishingiz mumkin. Yengilman, ancha yengil bo'ldim. Biza bilmasdan hayotiy qarorlar berib qo'yamiz. Kichkina paytimizda beramiz. Bir kunlik qaror deb o'ylaymiz. Lekin u butun hayotimiz ssenariysini belgilagan qaror bo'ladi. Men kuchli bo'lishim kerak. Men yutishim kerak og'riqlarni ichimga degan narsani aslida siz tanlagansiz va turmush o'rtog'ingiz shunchaki sizni ssenariyingizga mos ravishda o'ynab beryaptilar. Bilmagan holda mana biz turmush o'rtoq tanlaganimizda o'ylaymizki hammamiz tipaj yasaymiz. Kostyum shim kiygan bo'lsin, bo'yi baland bo'lsin, meni yaxshi ko'rsin, saxiy bo'lsin, yana nimadirlar deymiz. Lekin esimizdan chiqadiki, undan ham oldin bir 5, 7, 8 yoshimizda og'rig'imizni ko'rsatib beradigan inson kerak edi. U tipajga mana bu og'riqni qo'shib tanlaymiz va shunaqa inson tanlagansiz. U bechora o'zini balki, lekin u ham aslida mana shu ssenariyga mos edi. Men kuchliman, meni zaiflashtirib beradigan ayol kerak deganlar. Siz aytgansizki, menga juda mossiz. Menga zaiflashib beradigan erkak kerak. Men anta qaror berganman. Azobga chidasam, ichimga yutsam, kuchli bo'lsam, yaxshi insonman degan qaror menga o'ynab berasizmi degansiz. Voy, как раз menga mosda, shunaqa meni zaiflashtirgan deganlar. Va ikkalovilarni hayotiy maqsadinglar bir bo'lgani uchun bu yo'lga kirishgansiz. Va transformatsiya sekin-sekin, mana siz aytdingiz, chunki men orqamda kuch bo'ladigan, meni bittada himoya qiladigan, sizga как раз shunaqa odamni sindirish kerak edi. Chunki agarda shundoq ham zaif bo'lsa, qiziqmas sizga u. U qiziqmasdi. Shundoq ham aytganingizni qiladigan, hech narsani eplolmaydigan erkak qiziqmas edi sizga. Bittada hal qiladigani kerak edi. Uni siz zaiflashtirishingiz kerak edi. Chunki faqat shundagina kuchliligingizni ko'ra olardingiz. Bitta figura tanlang, shunchaki turmush o'rtog'ingiz rolini qilib berish uchun sizga qo'ying. Farzandlaringizni ham tanlang. Juda ham qiziq joylashtirdingiz. Bolalar sizga teskari adasiga yuzlanib turibdi. Men bir xil bo'lsa kerak orqa oldi deb o'yladim. Tasodif emas. Menga teskari ham. Dadasiga yuzlangan. Qatnashingiz qanaqa bolalarni adasi bilan? Zo'r. Siz bilan qanaqa? Men bilan dadasidan ham yaxshi qatnashingiz. O'g'limda ham, qizimda ham hozir ayniqsa katta bo'lishganiga dadasidan ham ko'ra meni ko'proq qanaqadir menga erkalanishadi, men bilan birga uxlashadi dadasidan ham ko'ra. Bolalarni kasali eringizga jazo degan narsa bormikan? Nabarot menga jazo degan narsa bor. O'zi qiziq bo'ldi. Hozir men buni chetga suraylikcha chiqib qolar. Bolalar temasida gaplashganimizda chiqarib. Nafas oling. Eringizga murojaat qiling. Dadasi. Qachonlardir men sizdan zaif bo'lishni so'ragan edim. Buni Tan olaman tan olaman va buni o'zgartiraman.
va buni o'zgartiraman. Bugundan boshlab Bugundan boshlab mani kuchliligimni ko'rsatish uchun mani kuchliligimni ko'rsatish uchun zaif bo'lib berishingiz shart emas. zaif bo'lib berishingiz shart emas. Men bu musobaqadan voz kechdim. Men bu musobaqadan voz kechdim. Men o'zim sizni Men o'zim sizni zaif holda ko'rishni xohlagan edim. zaif holda ko'rishni xohlagan edim. Bu menga kerak edi. Bu menga kerak edi. Bugun nimaga kerakligini angladim Bugun nimaga kerakligini angladim va buni voz kechaman. va bundan voz kechaman. Men sizni kuchli holatda ko'rishga tayyorman. Men sizni kuchli holatda ko'rishga tayyorman. Meni kuchliligimni ko'rsatish uchun Meni kuchliligimni ko'rsatish uchun sizni kuchliligingiz xalaqit bermaydi. sizni kuchligingiz xalaqit bermaydi. Men kuchli sizni sevib qolaman. Men kuchli sizni sevib qolaman. Nima his qildingiz? Qanaqa holat? Shunga ishondim. Shunaqa kuchli bo'la oladi-da, chunki kuchli edi-da turmush o'rtog'im. Hamma tarafdan. U yana bilyapti shunaqa bo'la olishini. Qarangda, erkaklar bizani ichimizdan zo'r o'qiydi. Juda mendan zo'r psixologda ular sizga aslida sizni rentgen qilib o'qiydi. Lekin biz eshitmaymiz erimizdan. Nima dedi eringiz? Hali qarab tur. Men boshqasiga uylanaman va shunaqa zo'r erkak bo'laman. Sen qarab afsuslanasan dedilar. Bu so'zda katta shifr bor. Meni zaif qilib turgan sensan. Men boshqasiga uylansam boshqa tomonimni ko'rsata olaman. Menda potensial turibdi, men o'sishimni bilaman. Meni ushlab turgan sensan. Ana endi ayting, dadasi. Siz boshqa ayolga kuchli bo'lib ko'rinmoqchi edingiz-ku? Boshqa ayolga kuchli bo'lib ko'rinmoqchi edingiz-ku? O'shamanmi? O'shamanmi? Siz bilan hammasini boshdan boshlaymiz. Siz bilan hammasini boshdan boshlaymiz. Bemalol o'sha ayol siz bo'lishingiz mumkin. U aytmoqchiki, men yengitdan boshlayman dedi. Unga boshqa figura, boshqa ayol deganda uni boshqacha ko'ra oladigan shaxs deganda aytdi. Eringiz agarda ikkinchi xotin olmoqchi bo'lganda, xiyonat qilmoqchi damno qilib bo'lardi, sizdan ruxsat so'ramasdi, sizga buni ogohlantirish ham etmasdi. U ichki holatini gapirdi shu so'z orqali. Demak, siz boshqacha bo'lsangiz, u siz bilan boshqacha bo'la oladi. Boshqa tomonini ko'rsa, faqat uning uchun siz o'zgarishingiz kerak. O'sha boshqa ayol bo'lib berishingiz kerak. Tushunarli. Kuchliligini isbotlaydigan emas. Uning uchun hayotiy maqsadingizni boshqatdan qo'ying. Qancha qiynalsam shuncha yaxshi menni o'rniga men nima beryapman hayotga. Sizda ikkinchi maqsad, qarang. Siz beruvchisiz, ijodkorsiz, siz xohlaysiz va sizni motivatoringiz qiyinchilik, azob. To'ppa-to'g'ri. Endi buni boshqacha anaqaga o'zingizni ko'ndiring. O'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz qolib boshqatdan shartnoma. Eng qiziq shartnoma biz ichimizda o'zimiz bilan o'zimiz tuzilgan narsalarni yirtib, rad etib, boshqatdan tuzish. Qiynalmasdan bergan odamlarga berayotgan narsangni deng. Sen berishing kerak. Senda g'oyalar bor, senda iqtidor bor, qobiliyat bor. Buni qiyinchiliksiz shundoq berishing mumkin. Buni o'ylab olgansan qachondir. Buni bugundan boshlab beruvchiman. Har bitta inson vazifasi bilan kelgan. Uy bekasimi, ko'cha supuruvchimi, uy tozalovchimi, oshpazmi, har bitta sizni vazifangiz bor. Lekin shu vazifani azoblanib qilishingiz mumkin. Rozilik bilan qilishingiz mumkin. Rozilikni tanlang. Hamma narsada mana shu narsa Kamila opa. Hamma elementarniy narsalarda qiyinchilik bo'lsa yaxshi bo'ladi degan tushuncha bor ekanda menda hozir. Счастье через боль degan anaqada sizda. O'zi o'shanga shundoq ham borsangiz bo'ladi, lekin eng qizig'i u yo'lni siz tanlagansiz. Siz tanlagansiz. Dadangiz aytganda yo'q deyishingiz ham mumkin edi. Yig'layman xohlaganimcha, chidolmayman deyishingiz mumkin edi. Lekin u o'sha ikkinchi tema bo'ladi. Bu yerda yana boshqa narsa bor iroda. Aslida hozir bugungi men vaqt jihatidan emas, aqlingizga sig'ish va hazm qilish. Qorningizga siqqancha ovqat yeysiz. Dadangizni kuchliligini teskarisini eringizda qidirgansiz. Zaifligini to'ysiz. Aytdingiz-ku, dadamni rozi qilish. Men qayta bu savolni bekor so'ramadim. Nimaga dedim? Chunki sizda dada avtoritet
qattiq qo'l inson, siz boshqa xohlagansiz. Mana ko'rdingizmi, sizdek emas. Siz u insonni roziligini olish edi maqsadingiz. Dada figurasi слишком katta. Haligacha hayotingizda dadangizga nimadir isbot qilib yashash bilan ovorasiz. Bu уже boshqa anaqa, просто aytaman, lekin sizga uchun hozir aytaman, dadani tinch qo'yish kerak. Bu isbotlab qarang, mana men qiynalyapman, hali ham ko'ryapsiz. Go'yoki ko'rdingiz, mana ikkita bolada qiynaldim, erimda qiynaldim, hali ham chidayapman. Ko'rib qo'ying qanaqa. Xuddi shunaqa. Bo'ldi. Lekin bugun boshqa bitta narsani ishlab o'tishimiz kerak. Bolalarni o'zingizga o'giring. Nima his qilasiz ularni ko'rganingizda? Ularni ko'rganimda his qiladiganlarim ko'proq kelajagini o'ylab ichimda xavotir bo'ladi. Qanaqa bo'lisharkan, qanaqa odam bo'lisharkan, jamiyatda o'rnini toparmikan, o'zini o'zi eplarmikan degan xavotir hissi bo'ladi menda. Va endi mana shu xavotirni yengish uchun o'zi aslida mani harakatlarim o'sha endi hamma narsa nimaga, moddiyatga borib taqaladi. Hammasi mana shu bolalarni kelajagi uchun o'zi aslida men kam ishlasam, bularga kam e'tibor beraman. Ko'p ishlasam, ko'p pul topsam, bularga yetkazib bera olaman degan nima ichimda ham taskin bor, ham shunga mas'uliyat bor ichimda. Bularni tashlab qo'ysam bo'lmaydi. Bularni tashlab qo'ymasligimiz kerak degan narsa turadi har doim ichimda. Har qaraganimda. Bolalar uyda ovqat beramanmi, kiyintiramanmi, boshqa qilamanmi, ichimda doim kelajagidan xavotir turadi menda. Bizsiz ham ertaga o'zini eplab keta oladigan bolalar bo'lishi kerak. Bizsiz ham shunaqa nima desam, o'zi noto'g'ri o'ylayman o'zim ichimdan, bizsiz degan narsani o'ylama degan nima o'tadi, lekin baribir ham nima qiladi bular degan xavotir ham o'tadi-da shu bilan birga. Bu fikringiz eng to'g'ri fikr. Har bitta ota-onani qilishi kerak bo'lgan bitta vazifasi bolasini usiz yasha oladigan qilib qilish. Bu eng to'g'ri fikr. Bu hayot haqiqati. Hozir bolalaringizga qarab ayting, bolajonlarim. Bolajonlarim, Qachonlardir sizlarni shu holatda ko'rishni qachonlardir sizlarni shu holatda ko'rishni o'zim xohlagan edim. o'zim xohlaganman. Bu hayotiy tajriba Bu hayotiy tajriba. menga qanchaga tushgan bo'lsa, Menga qanchaga tushgan bo'lsa, to'loviga roziman. to'loviga roziman. Sizlarni qiynalgan holatda ko'rib azoblanmaslikni tanlayman. Sizlarni qiynalgan holda ko'rib azoblanmaslikni tanlayman. Men sizlarga Sog'lom bo'lishga ruxsat beraman. beraman. Yana ayting, men sizlarga Sog'lom bo'lishga ruxsat beraman. Men afsusdaman. Qiyinchilikka chidashim kerak degan o'yinga sizlarni qo'shganimdan. Qiyinchilikka chidashim kerak degan o'yinga sizlarni qo'shganimdan. Men minnatdorman. Sizlar menga shu o'yinda eng yaxshi ishtirokchi bo'lib o'ynab berganingizdan. Eng yaxshi ishtirokchi bo'lib o'ynab berganingizdan. Meni kechiringlar. Bu shunchalik qimmatga tushishini bilmagan edim. Men sizlarni shunchaki yaxshi ko'raman. Har holinglarda yaxshi ko'raman. Bola onani aksi. 100% bolani aksi. 12 yoshgacha iroda sizda katta vaqt bor. Uzvaring, shartnomalarni boshqatdan qilish kerak. Mumkin ular sog'lom bo'lishi, qiynalmasligi, siz bo'ldi. Qachon siz qiynalishim kerak degan fikrni olasiz, keyin bo'ldi, sizlar ham menga qiynaladigan bolalarni o'ynamanglar. Bemalol sog'lom bo'laveringlar. Pul topish uchun, rivojlanishim uchun boshqa maqsad qo'yib olaman. Hozir bolalar maqsad. Bahona maqsad emas. Bolalar bahona. Ba'zida shunaqa deyman. Balkim bahona qilayotgandirman o'zimga o'zim. Mana sog'lom, travmatik psixika
sog'lom tarzda shuni o'zimni xohlayman deyolmaydida. O'ziga travmatik voqea o'ylab topadi. O'shanda yashaydi, his qiladiki, men haqliman suv ichishga deydi. Chunki psixika sog'lom bola keladida, men suv ichgim kelyapti deydi, shuni olib ichib ketadi. Siz travmatiksiz. Siz hayotdan nimadir ergashish uchun nimadandir voz kechish kerak degan qaror berib chiqargansiz buni. Sizga bitta vazifa beraman. Bu vazifani yaqin 2-3 kun ichida bajarasiz. Angina o'zi tegi gapira olmagan gaplar. Mana shu yerda shundoq qolib ketgan narsalar. Buni o'zingizga so'z berasiz. Sen gapirasan. Men senga gapirishga, o'sha kichkina qizchaga gapirishga ruxsat berishganda angina o'tib ketardi. U boshqa narsalar, u oyizli gapira olmagan, nimanidir dadangizga olmagan gaplar bola psixosomatika bolasinikidan chiqadi va siz qaysidir holatlarni, даже xohishlaringizni ayta olmaganmisiz, og'riqlaringizni ayta olmagansiz. Menimcha bu yig'lamasang o'yinchoq olib beraman degan shart boshqacha bo'lgan, tegi yig'lashga zapreti ko'p bo'lgan. Emotsiya ko'rsatishga zapreti ko'p bo'lgan. Shuning uchun mana shu yerda tiqilib turavergan hamma narsa. Ana o'shani to'g'irlash uchun bugundan boshlab men gapirish haqqim bor deysiz. Degani hammaga xohlagan gapingizni gapirib emas, kerak joyda, kabinetda, shu yerda isloh qilish uchun, ichingizdagini bo'shatish uchun gapirasiz. Men xohlagan, sen yomon ko'raman, sen yaxshi ko'raman, sen bunaqasan deb hammaga gapirmayman, lekin haqqim bor. Va kerak joyda hissiyotlaringizni gapirishga o'rganasiz. Turmush o'rtog'ingizga balki bugun borib aytarsiz shu gapni. Men sizni zaif tanlagan edim. Bo'ldi, men sizga kuchli bo'lishga ruxsat beraman. Balki yoqmas u gap. Balki haligindek aytarsiz. Siz boshqa ayolga uylanganingizda boshqacha bo'lmoqchi edingiz-ku. Men sizga o'sha boshqa ayol bo'lib beraman. Men bugun yangilandim deb ayta olarsiz. Balki o'sha mashqdan chiqishingiz shu bo'lar. Buni sekin-sekin ketadi. Bu bosqichma-bosqich shu terapiya bo'lib ketadi, gapirishni o'rganasiz. Va ikkinchisi, borib bolachaga kolyaskali qo'g'irchoq olib bering. Oling-da, mazza qiling, o'ynang uni. O'sha qizchaga olib bering, u haqli. Bo'lsa ham tasavvur qiling, ichimizda o'sha bolacha bilan bizni tanamiz, mana shu qo'lingiz, shu tomog'ingiz, shu ko'zingiz o'sha qizniki. O'sha qizni ko'zi, o'sha prosta u kattalashdi. Biz go'yoki u qolib ketgan deb o'ylaymiz-da. Bu qo'lchalar, bu tomoqchalar, bu oyoqchalar titragan qo'rquvdan. O'sha qizniki. U hali olmadi. Unga borib, qaysi birini xohlaysan deb. Men o'zim qilaman shu terapiya. Shunaqa boshqacha bo'lasiz. Men o'zim haligacha o'sha ichki bu tanishganimda bu texnika bilan ichki bola bilan ishlashni rezultatini qanaqaligini his qilganman. To'g'ri, aqlimiz bor. Bizani aqlli odamimiz, kattamiz bor masalalar psixologiyada aql bilan hal qilasiz. Chunki bu aql bilan kirib qolgan informatsiyalar. Lekin miyamizda limbik tizim bor. Bu aqldan ham qadimiyroq deydi. Limbik tizimimizda emotsiyalarimiz yashaydi. Lekin o'shaga ishga borma, u yerda hissiyotlarimiz, emotsiyalarimiz bilan ishlamasak, faqat aqlni o'zi yetarli emas. Eng zo'r inson aql bilan reptilniy mozg, ya'ni o'sha orqadagi miya bilan o'rta hammasini zo'r neyronlarini ishlata oladigan odam zo'r odam. Biz faqat yo aqlli, yo faqat hissiyotni, yo faqat o'tmishni qo'llash emas, ana orasidagi kontaktni zo'r qilib qo'yishimiz kerak. Siz hozir aql bilan limbikni yopasiz. Bu qanaqa siz uchun qo'g'irchoq, lekin sizga darvozalarni ochadi. Lekin prosta tak emas, o'sha ko'zingizni sekundga yumasiz-da. Mana ko'rding, sen loyiqsan, olib beraman, lekin bundan buyog'iga chidama deysiz-da. O'sha qo'g'irchoqni olib berasiz. Ikkita vazifa va gapirishni o'rganasiz. Buning uchun aytibman-ku, yo o'zingizga bir qanaqadir muhit topishingiz kerak, mashqdan chiqish kerak. Yaralarimiz gapirganda kamayadi. Masalan, kofeli suvga ko'p suv quyib turaversak, oxiri oq suvga aylanadi-ku. Yaralarimizga gapirganda to'kilib faqat maqsadli g'iybat uchun. Agar siz yana o'sha narsalarni gapirib o'zingizni qanchalik bechoraligingizni tasdiqlamoqchi bo'lsangiz, o'yinga kirishmang, chunki yana berilib ketasiz. Shundoq ham sizda qanchalik qiynalsam shunchalik yaxshiman degan shior bor edi. Bu gapirishlar kamaytirish uchun bo'lishi kerak. Uni o'sha tomog'i og'rigan qizchani tuzatish uchun. Onam gapira olmagan, men gapira olmagan degan. Bu hozirgi etap. Lekin bundan ham chuqur narsalar bor. Demak, oilada siz
onangizlar kuchli erkak tomonidan zaif bo'lgan ona bo'lganlar. Siz ularni kompensatsiyasini yashayapsiz hozir. Keyingi bosqichda ota-onangiz bilan ishlash kerak. Siz onangizni zaifligini, indolmasligini, ichiga yutishini, dadangiz nima desa o'sha bo'lishini, faqat dadangizgina hal qilishini, onangizni xohishi, istagi umuman ahamiyatsiz bo'lganligini ko'rib katta bo'lib, hozir ularni kompensatsiyasini yashaysiz. Sizni aytganingiz, sizni qaroringiz, sizni xohishingiz bo'ladigan payt onanikini ishlash kerak bo'ldi. Agarda realniy hayotingizni transformatsiya mana shartnomalasiz, shartsiz, aslida oson. Shartsiz sevgi, shartsiz muhabbat Allohdan bizga berilgan. Bizni o'zimizni shartlar yaratib yashaymiz. O'sha shartsizlikka kelib olishingiz kerak. Lekin bugungi birinchi bosqichda qiladiganingizni qildik. Har doim muammo chuqurroq bo'ladi. Ikkinchi bosqichida o'zi farzandlaringiz bilan yana ishlash kerak. Ota-onangiz bilan ishlash kerak. O'sha zaif erkak, zaif ayol va kuchli erkak obrazlari sizda bor. Siz ularni kompensatsiyasidasiz hozir. Ularni o'z holiga tinch qo'yib, siz o'zingizni hayotingizni yashashingiz kerak. Siz hayotida zaifligini kuchliligi bilan yopmoqchi bo'lgan erkak va baxtini ololmagan ayol farzandisiz. Dadangizni juda zaif qismi bor. O'shani yopaman deb o'zidan kuchli odam yasagan. Lekin ham kuchli, ham zaiflik hammamizga xos. Men nimadadir kuchliman, nimadadir juda zaifman. Tanganing ikki tarafi degandek. Biri-biridan ajralmaydi, ikkalasi ham bir. O'sha narsani shunchaki tan olishimiz kerak. Dadangizni zaif tomonini ko'rib ko'rsangiz, umuman hissiyotingiz boshqa bo'ladi. Onangizni kuchli tarafini ko'rishingiz kerak. Boshqacha hissiyotni olasiz. Ana o'shanda asliyatingizni topasiz. Xuddi shunaqa. Dadamniki ham shunaqa, mana ta'riflaganingizdek, ayam ham shunaqa. Shunaqa yillar davomida ayam dadamga gapira olmagan. Dadamni ovozi, dadamni harakatlari doim baland bo'lgan. Shunaqa xuddi onamni hayotini men takrorlayotgandek tuyulaman o'zi. Ko'p chuqurroq. Onangiznikini orzularidagi, xayollaridagi hayot sizda. Ayingiz sizni kuchli va o'zlari shunaqa bo'lishni xohlaganda-ku, sizda o'shani ko'radi. Siz bilmagan holda onangizni xohishi hayotidasiz. O'zingiznikida emassiz hali. O'zimnikiga qachon shu terapiyalar bilan erishaman. O'zingiznikida ishoning oson. Alloh buyurilgan yo'lda qiyinchilik yo'q. Qanaqasiz? Yengilman.